Avvalambor assalomu alaykum Qutbiddin aka, albatta studiyamizga xush kelibsiz deymiz. Bu siz bilan ikkinchi bor podkast uyushtirishimiz, suhbatlashishimiz hisoblanadi va shu aytib o'tganimiz kabi vaqt oralig'ida ham tashqi siyosatda, ham mamlakatimiz ichki siyosatda qator bir masalalar ilgari surildi. Davlat hayotiga oid bo'lgan muhim bir yangi vazifalar belgilab berildi. Ulardan biri kuni kecha davlatimiz rahbari tomonidan bevosita huquqni muhofaza qiluvchi organlar oldiga yangi qo'yilgan vazifalarni aytishimiz mumkin-da. Bevosita bu bo'yicha prezidentimiz yig'ilish o'tkazdilar va muhim yo'nalishlar bo'yicha konkret vazifalar belgilab berildi. Endi qanday bir fikrni ayta olasiz? Ushbu yig'ilishni o'tkazishdan zarurat nimada edi? Assalomu alaykum. Siz bergan savol bugungi kunda juda ko'pchilikni qiziqtiryapti. Chunki prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan ushbu yig'ilishda nihoyatda bugungi kunda faol bo'lgan, ya'ni aktual deymiz, aktual bo'lgan masalalar ko'tarildi. Va bularni nafaqat ko'tarildi, ijobiy yechimlari ham hal qilindi. Endi bu yerda birinchi prezidentimizni bu ko'targan masalalari u o'sha kuni gapirilgan gap emas. Bundan bir necha oylar yoki yillar mobaynida jamoat tartibini saqlash va jinoyatchilikka qarshi kurash to'g'risida huquqni muhofaza qilish idoralari, ya'ni organlar tomonidan olib borilayotgan ishlarni tahlil qilinganligi va shu tahlil natijasida kelajakda qanday ishlarni hal qilish kerakligi, ya'ni shu jinoyatchilikka qarshi kurashda strategiyani aniqlab olish edi. Shu munosabat bilan birinchi navbatda mana prezidentimiz shu 2026-yil 5-yanvar kuni birinchi va ikkinchi sonli qarorlarni imzolab, shu jinoyatchilikni jilovlash to'g'risida aniq chora-tadbirlarni belgilab bergan edilar. Mana shu kechagi bo'lgan yig'ilishda mana hozir aytib o'tdim, tahlil natijasida bo'ldi deb. Bu yerda xalqimizga bitta narsani tushuntirish kerak. Jinoyatchilik bo'lyapti, ortib ketyapti deydi. Jamiyatda juda katta rivojlanishlar bo'lyapti. Mana prezidentimiz oldingi yig'ilishlarda aytdilarki, mana o'zbek millatini, farzandini kosmosga uchirish choralarini ko'ryapmiz deb. Demak, bu jamiyatimizda o'z-o'zidan rivojlanishni ko'rsatyapti. Aqlli svetoforlarda mana bir qancha viloyatlarda qo'ydi, Toshkentda ham qo'yishni boshlashdi hozir. Avtotransportlarda yo'nalishiga qarab qayerda ko'p kelayotgan bo'lsa, shu tomonga yo'lni ko'proq uzoqroq yonib ochib berishni o'zlari hal qilyapti shu masalalar. Ikkinchidan, insonlarda ongi kengayib boryapti. Hozirgi yoshlarimiz bilan gaplashsak, juda dunyoqarashi kengda. Har bitta uzoq viloyatlardan kelayotgan yoshlar bilan gaplashsangiz ham bir nechta chet tillarda mukammal bilganligini, internetda shu ingliz, rus, fransuz tilida bergan maqolalarni bemalol o'qib, tarjima qilib, hayotga tatbiq qilayotgan holatlarni ko'rasiz. Nafaqat ko'rasiz, buni havas qilasiz. Havas qilasiz. Endi bu bilan men nimani aytmoqchiman? Masalan, hayotda xalq xo'jaligini turli sohalarida buni tibbiyotda olasizmi? Bugungi kunda yuraklarda operatsiya qilyapti, buyrak, jigarlarda ko'chirib qo'yyapti, onkologiyaga qarshi eng murakkab operatsiyalarni qilishyapti. Boshqa davlatlardan, qo'shni davlatlardan kelib, bizda operatsiyalarni o'tkazib, shifo topib ketishyapti. Ilgari yopiq bo'lgan chegaralarimiz ochildi mana. Turkmaniston bilan Xorazm viloyatida mana chegarada savdo zonasi tashkil qilinganligi. Bu yerdan bir vaqtning o'zida ham Turkmaniston ham O'zbekiston xalqlari manfaatdor bo'layotganligi. Demak, do'stona munosabatlar rivojlanyapti. Savdo sotiq rivojlanyapti. Afg'onistonning chegarasidagi xuddi shunday mana butun bu yerda nafaqat O'zbekiston, Afg'oniston, dunyoning turli chekkalaridan kelganlar shu yerda savdo bilan shug'ullanishyapti. Mana Trans-Afg'on temir yo'lini, Xitoydan kelayotgan temir yo'llarni qurilishini va yaqin vaqtlarda bular mana boshlangani, yakuniga yetish masalalar ko'rilyapti. Bu nimadan dalolat beradi? Davlatimizning iqtisodiy imkoniyatlari borligiga. Iqtisodiy imkoniyat qachon bo'ladi? Qachonki tinchlik bo'lsa, rivojlanish faqat tinchlik bo'lgan joyda bo'ladi. Nima uchun bu gaplarni gapiryapman men? Jamiyat faqat bir tomondan, ijobiy tomondangina rivojlanib qolmaydi. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatyaptiki, jinoyatchilik ham shu jamiyatda bir xil darajada rivojlanib boradi. To'g'ri. Masalan, kimdir firma ochib 2-3 yil ichida yoki undan 1-2 yil farqi oldin yoki keyin boyib ketgan bo'lsa, bu yoqdagi o'sha jinoyat guruhga aloqador bo'lgan insonlar nima uchun bu tez boyib ketdi? Nima uchun bizga shundan
rus tilida dolya deydi, ulush ya'ni bermayapti degan fikr keladi. Va bundan buni sindirish emas, naborat bir chekkadan qo'llab turib, har oyda yoki kunda, yilda ulush olishni rejalashtirishadi. Mana uyushgan jinoyatchilik qayerdan kelib chiqadi? Endi men bu gaplarni aytishimdan maqsad chuqur tahlil asosida prezidentimiz to'la ma'lumotlarga ega bo'lganlardan keyingina shu tadbirni o'tkazdilar. Prezidentimiz mana shu o'zlarining nutqlarini boshida ham bugungi kunda meni bezovta qilayotgan, xalqimiz tinchligi uchun qilinadigan ishlarda 4tasini men aniq aytib beraman sizlarga va bugundan boshlab shu yo'nalishda aynan takror etdilar. Bugundan boshlab ishni bajarasizlar, sizlarning oldingizga men vazifa qilib qo'yyapman deb barcha huquqni muhofaza qilish idoralari rahbarlariga aytdilar. Bu birinchidan uyushgan jinoyatchilikka qarshi, ikkinchidan bugun nihoyatda yoshlarimizni hayotini zaharlayotgan, hatto ba'zida o'limga olib kelayotgan giyohvandlikka qarshi kurash to'g'risida. Uchinchisi esa bu hozirgi aytib o'tilgan davlatda soliq muammosini, juda ko'plar yashirin iqtisodiyotga o'tib ketganligini, vaqtida to'lamayotganligini, millionlab o'zlariga oshirib, pullarini chet davlatlarda sarflayotganligini, lekin ba'zi birlarida holatlarda mana shu beriladigan oylik maoshlar, pensiyalar mana shu soliq natijasida vaqtida tushmagan pullariga bilan bog'liq ekanliklarini borgan sari ba'zi bir tadbirkorlar shu o'zini soliqdan olib qochish doimiy holatlarida yurganliklarini va eng oxirgisi xalqimizni peshona teri bilan topgan halol pullarini, hatto pensionerlarning pullarini, hatto yosh farzandlari borlarga, yangi chaqaloq tuqqanlarga bergan suyunchi pullari deymiz, shu pullarni ham bank kartalaridan o'g'irlayotgan, ya'ni kiber jinoyat to'g'risida gapirdilar va buni har qanday yo'l bilan shu kunlarda to'la oldini olib va buni imkon qadar yo'lni to'sish. Chunki bu nafaqat bizni o'zimiz O'zbekistonda, butun dunyo miqyosida rivojlanayotganligini, jinoyatchilar ko'plari kiber jinoyatlarni chet ellarda turib sodir qilayotganligini, endi bu yerda asosan bu jinoyatchilikka qarshi kurashishda bizni xalqimiz o'zi kurash kerakligi. Sabab oddiy, soddalik, ishonchlik bo'lganligi uchun telefonda jinoyatchilar ma'lumotlarni so'rasa, bilmasdan turib, men bankdanman yoki ichki ishlardanman yoki boshqa huquqni muhofaza qilish idoralarining nomini aytib, prokuraturadan yo suddan mana bir material kelgan ekan, sizning nomingiz ham o'tyapti, shu kartochkangiz mana bunaqa figuryurt qilyapti shu yerda degan yolg'on axborotlarni berib ma'lumot olib, keyinchalik shu pullarni yechib olgan holatlari bor. Mana shunga qarshi xalqimizni peshona teri bilan topgan pullarni jinoyatchilar yeyish kerak emas. Demak, biz xalqimizni huquqini himoya qilishimiz kerak. Mana shu sohada ishlaymiz dedilar va shu sohalarni chuqur tahlil asosida yig'ilish o'tkazdilar va shu yig'ilishda har bir rahbarlarga aniq vazifalarni qo'ydilar. Eng asosiysi bu mana shu Toshkent shahrida juda chuqur tahlil qilingan edi. Jinoyatlarni, og'ir jinoyatlarda, masalan, talonchilik, bosqinchilik kabi jinoyatlarni Chilonzor tumanida ko'p bo'lganligi, Yunusobod tumanida esa firibgarlik jinoyatlari ko'p bo'lganligi tahlil qilinganligi. Shuning uchun bu yerda rahbarlarga ham har biriga harakatlariga albatta salbiy baholar berildi va shuning uchun Toshkent shahrining har bir viloyatiga bittadan vazirlarni biriktirib qo'ydilarki, shular birgalikda ishlasin dedilar. Shu vazirlik xodimlari mana o'zlaridan topib xodimlarini shu haligi yuragidan yonib chiqib, xalq uchun, vatan uchun, tinchlik uchun men ishlashga tayyorman deydiganlarni profilaktika inspektori o'rnida foydalanishdi. Mana ayniqsa oliy o'quv yurtlariga kelsak, shularda rahbarlariga qarab, mana bizda dual ta'limda tashkil qildik. Xalqimiz to'liq hammasi bilish uchun aytaman, dual ta'limda yarmida o'qib, yarmida amaliyotda bo'lish kerak. Shundagina bu faqat teoretik bo'lib chiqmasdan hayot bilan bog'lanadi. Ko'rib, bog'lanib, oliy o'quv yurtini bitirib chiqqandan keyin bir yo'la shu lavozimda kirishib ishlab ketadigan xodimlar qilish kerak. Shuning uchun 6 oyga mana shu oliy o'quv yurtlarini barcha talabalarini amaliyotga chiqarishdi va bularda amaliyotda mana shu jinoyatchilikka qarshi kurashishda tayyor qilish kerakliklarini gapirdilar. Mana ichki ishlar tizimidagi akademiyani ham
bir qancha bugungi kunda уже zarurat bo'lmagan fakultetlarni qisqartirib, buni bazasida aynan profilaktika inspektorlarini tayyorlaydigan o'rta maxsus o'quv yurti tashkil qilish kerakligini 2 yil ichida tayyorlab, bularda haqiqiy xizmatga tayyor qilish kerakligini gapirdilar. Sabab bugungi kunda 90% ga yaqini oliy yuridik ma'lumoti yo'q. Oliy emas, umuman yuridik ma'lumoti yo'q. Mana shu profilaktika inspektorlarini. Ko'plari turli sohadagi oliy o'quv yurtlarini yo o'rta maxsus bilimlarni tugatishgan. Jinoyat to'g'risida murojaat qilganda aholimiz bular ancha qiynalib qolishyapti, bilishmayapti. Endi uni bilish uchun jinoyatni, masalan, yuristlar hammasi biladi. Har bir jinoyatda elementi bo'ladi. Uni kelib chiqish sabablarini o'rganish uchun jinoyatda obyekti nima, obyektiv tomoni nima, subyektini kim, subyekt deganda yoshi qaysi yoshdagisi qaysi jinoyat uchun jinoyat javobgarlikka tortilishi mumkin. Subyektiv tomoni deganda buni qasddan qildimi yoki ehtiyotsizlik oqibatida qildimi degan turli mana shu yurisprudensiyadani asosidagi savollarga javob berish kerak bo'ladi. Bugungi fuqarolik institutlaridan boshqa sohadan kelayotganlar mutaxassislarda bu lavozimga olgani bilan bu narsalarni bilishmayapti va buni 5 kun, 10 kun, 1 oy, 2 oy ichida o'rganib ham bo'lmaydi. Chunki ular o'zi ishi bilan band bo'ladi, yana xalqda murojaati bilan yoki mana shu oilaviy janjallar bilan, turli majlislar bilan, mahallalarda band bo'lib, bularda o'qishga imkoniyati bo'lmaydi. Faqatgina yurist ma'lumotiga, o'rta maxsus yoki oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lgangina shaxslar bu qo'yilgan vazifalarni bajara oladi. Shuning uchun prezidentimiz shu yerda yana bir alohida topshiriq berdilarki, mana shu tergov apparatlari bor ichki ishlar tizimida, shu tergov apparatining rahbarlarini har bitta profilaktika inspektorini qabul qilayotgan qarorini shu tuman shaharda prokurori bilan birgalikda ko'rib chiqsin. Agarda ushbu berilgan shikoyat ariza bo'yicha u nisbatan kimga nisbatan chora ko'rish so'rayotgan bo'lsa, uni harakatda jinoyat alomati yo'q deb jinoyat ish qo'zg'atishni rad qiladigan bo'lsa, undan oldin mana shu prokuror bilan tergov bo'limi yoki bo'linmasini boshlig'i ko'rib chiqib imzo qo'ysin, kelajakda arizachiga, murojaatchiga tushuntirilsin sababi nima ekanligi. Agarda u haq bo'lib arizachi keyinchalik bu prokuror tomonidan qaror bekor qilinib jinoyat ish qo'zg'atiladigan bo'lsa, bunday holatlar yurisprudensiyada jinoyatni hisobdan yashirish deyiladi. Unga ham javobgarlik bor. Javobgarlik bor. Mana shunday holatlarda, ya'ni qonunsiz harakatlarni oldini olish uchun ham juda katta kompleks chora-tadbirlarni amaliyotga kiritdilar prezidentimiz. Mana buni asosiy sabab. Demak, aytishimiz mumkinki, har ikki holatda ham huquqiy madaniyatni yetishmasligi sabab bo'lyapti. Aytaylik, profilaktika inspektori faoliyatidagi o'sha sutkashlikka yo'l qo'yishi ham u huquqiy madaniyati, huquqiy savodxonligi yetarli darajada emasligi. Bugun aholimizni ham yuqorida siz aytib o'tgan o'sha kiber jinoyatchilarni o'ljasiga aylanib qolayotganligi ham ularda ham huquqiy savodxonlik kamligida. Demak, odamlarni huquqiy bir madaniyatini, savodxonligini ham oshirish kerak-da. Albatta. Busiz albatta jinoyatni jilovlash menimcha qiyin. Shuning uchun men aytib o'tdimki, hozir kiber jinoyatchilikda asosiy jabrlanuvchi bo'lib qolishga sabab ham shu jabrlanuvchining o'zlari. O'zlari bilmagan holda o'zlarini to'la pasport ma'lumotlarini, shu jinoyatchilar tomonidan aldab so'ralgan ma'lumotlarni bilmagan holda, ularga ishongan holda ma'lumotlarni berib qo'yishida natijasida ular keyinchalik bularni bank raqamlariga kirib, shu summalarni o'zlariga, uni ochiq aytadigan bo'lsak, o'g'irlik yo'li bilan olib o'zlashtirishyapti. Va tez vaqtda o'zida shu O'zbekistondan uni konvertatsiya qilib chetga chiqarib yuborishyapti. Shuning uchun bunday bo'lgan holatlarda ham xalqimiz huquqni muhofaza qilish organlariga juda tezlik bilan aniqlangan vaqtda o'zidagina aytish kerak. Chunki shunda hali chet elga o'tkazmasdan turib bu jinoyatchilarni aniqlab qolish imkoniyati bor. Bunday holatlar mana U ham bilimni talab qiladi-da. Albatta, albatta. Shuning uchun mana ichki ishlar tizimida ayniqsa shu kiber jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha alohida ichki ishlar vaziri lavozimi kiritdilar shunga qarshi kurash bo'yicha. Alohida departament ochildi bu yerda. Mutaxassislar hozir o'zimizda o'qitib tayyorlanayotganligi, chet elda o'qib tayyorlanib kelgan mutaxassislar ish boshlashdi. Bu sohada albatta kelajakda o'zining natijasini beradi. Men shu yerda bir ikkita misollarni ham aytmoqchi edim. Mana
aniq bir bu bo'yicha holatlar bor, kiber jinoyatchilik bo'yicha. Mana qarang. Toshkent shahrida Telegramdagi zararli ilovalar orqali 130 nafardan ortiq fuqarodan jami 3 milliard so'mga yaqin pul mablag'lari o'g'rilik yo'llari bilan qo'lga kiritilgan. Buning uchun mana shu o'tgan yil dekabr oyida 5 nafar shaxslar tezkor qidiruv tadbirlari natijasida aniqlanib qo'lga olindi. Tadbir davomida ushbu guruhda 11 nafar turli davlat vakillari jamlangani hamda ular fuqarolarni shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlash bilan shug'ullanib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. 177 ta bank kartasidan pul o'g'irlashda gumonlangan bir guruh shaxslar shu kunlarda o'zida qo'lga olindi. Ular fuqarolarga Telegram orqali virusli fayllar yuborgan va bu orqali telefon va bank kartalari ma'lumotlarini qo'lga kiritishgan. Buni oqibatda 177 ta bank kartasidan 1 milliard so'mdan ortiq pullar yechib olindi. Men sizga shu kunlarda bo'layotgan voqealarni aytyapman. Mana nima uchun prezidentimiz bunga alohida e'tibor berdilar kiber jinoyatchilikka. Birinchi navbatda men aholimizga murojaat qilaman, o'zlarining ma'lumotlarini sir saqlashi kerak. Ba'zida xotin yoki ota bolani orasida ham bilintirmasdan pulni yechib olgan holatlar bo'ladi. Shuning uchun bank kartani kodlarini faqat o'zingiz bilishingiz kerak. Kimgadir ishonch bildiradigan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingizga yo farzandingizga, demak bir martaga aytsangiz, keyingi safar o'ylashingiz kerakda buni. Aytgan pulini berishingiz mumkin. Agar kodini berib qo'yadigan bo'lsangiz, u sizni pulingizni sizni ruxsatingiz, sizdan xabardorsiz qilib turib ishlatib yuborishi mumkin. Shuning uchun ham bank xodimlari aytadi, hech qachon bank xodimi sizdan kodingizni so'ramaydi. Bu faqat jinoyatchilar so'raydi. Shuning uchun o'zingizga ehtiyot bo'ling. O'zingizni pulingizni o'g'irlanishiga o'zingiz sababchi bo'lib qolmang deb aytishyapti. Mana shu poytaxtda bugun nafaqat shu kiber jinoyat, balki narko jinoyatchilik ham avj olib borayotganligi aytildi-da, to'g'rimi? Mana shu Toshkentning o'zida 4000 dan ortiq xuddi shu yo'nalishdagi jinoyatlar qayd etilgan. Nega bugun ichki ishlar idorasi xodimi, yuqorida aytganimizdek profilaktika inspektori bu birinchi navbatda mahallada sodir bo'lyapti-ku, to'g'rimi? Iste'moli ham mahallada, oldi sotisi ham mahallada, saqlanishi ham mahallada. Prezidentimiz to'g'risida aytdilarki, birinchidan bizni parlamentga shunday topshiriq berdilar desam ham to'g'ri bo'ladi. Bunga sabab oxirgi vaqtlarda shu jinoyatchilik, ayniqsa giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlarga juda ko'p yoshlar To'g'ri. tomonidan ruju qo'yyapti. Eng achinarlisi, hatto o'quvchi qizlarimiz ham shunga o'rganib ketishdi. Oddiy tabletka, bittasi sal mazam yo'q, nimadir kayfiyating yo'qmi deydi, ha desa, "Men tabletka bor, ichib olgin, yaxshi bo'lib qolasan" deydi. U narkotikligini aytmaydi. 2-3 marta bo'lgandan keyin haligi tabletkangdan bormi, sal yana yaxshi his qilmayapman desa, "Buni men buncha turadi, pulga olgan edim" deydi. Sekin-sekin undan pul olib kelib tabletka olishni o'rganadi. Bugun sun'iy tabletkalar ilgari faqat chetdan kirib kelardi. Mana prezidentimiz misollar bilan aytib berdilar. Bugungi kunda men aytdimki, har tomonlama rivojlanadi deb. O'zimizda chiqayotgan yoshlar sun'iy giyohvand moddalarni tayyorlashyapti. Sun'iy bu ilgari faqat rivojlangan chet mamlakatlardan kirib keladi. Demak, rivojlanibmiz. Biz bu yo'nalishda salbiy tomondan bu rivojlanish bu sohada ham bor. Bunga yaqqol misol mana kecha ijtimoiy tarmoqlarda tanishgan bo'lsangiz, Andijon viloyatini Asaka shahrida bir fuqaro ushlangan, undan suyuqlik moddalari aniqlangan va gumonlanib ekspertizaga berilsa, bu sun'iy narkotik modda ekanligi aniqlandi. Va uni yashash joyi Xo'jaobod rayonida ekan, borib aniqlansa, juda ko'p miqdorda sun'iy giyohvand moddalar aniqlandi. U tabiiy unga ehtiyot chorasi qo'llanilib, bugungi kunda unga nisbatan tergov harakatlari olib borilyapti. Mana Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida ham 2002-yilda tug'ilgan yosh yigit o'zini uyida narkolaboratoriya tashkil qilgan. Uyni tintuv qilgan vaqtda chakana narxi 1 milliard 800 ming so'mga teng bo'lgan 3 kiloga yaqin pregabalin shu mahsuloti vositasi topilgan. Bundan tashqari tayyor kapsula sifatida tayyorlagan yana 1900 dona pregabalin va 150 dona tropokamid degan dorilar topilgan.
Bu juda katta summadagi. Endi buni qancha odamni zaharlashi mumkin, ko'z oldingizga keltiring. Buni tayyorlashdan maqsad nima? Sotish-ku. Sotish. Men nima uchun parlamentga aloqador gapni gapirdilar prezidentimiz deganim? Chunki mana shularda qo'lga tushganlarda hammasi narko jinoyatlar bilan sud ma'lum muddatga jazo bergandan keyin bular jazoni o'tab tezroq qaytib kelishyapti. Kelib takroran, ya'ni retsidiv shu jinoyatlarni sodir qilishyapti. Shuning uchun prezidentimiz aytdilarki, parlament mana shu qonunlarni ko'rib chiqish kerak. Vaqt keldida. Vaqt keldi. Keldi emas, o'tib ketdi dedilar. Haqiqatda prezidentimiz bu yerda 1000 barobar haqlar. Chunki bularni qaytib kelib yana shu jinoyatni sodir qilishi bizni minglab yoshlarimizni qo'polmas, to'g'risini aytaman, o'limga olib keladi oxiri bu. Faqat o'limga olib keladi. Yoki nogiron bo'lib ketadi. Yoki jamiyatga umuman foydasi tegmaydigan bir zararkunanda bo'lib qoladi-da. Bizni ota-bobolarimiz bunaqa tarbiya bermagan. Davlatimiz rahbarini olib borayotgan siyosati faqat va faqat ilmlik, olimlar bo'lsin deyapti. Bitta ikkita mana shunga o'xshash hozir jinoyatiga imkon qo'yib beradigan bo'lsak, butun jamiyatni rasvo qiladi. Shuning uchun bularga qarshi kurashishni kuchaytirish kerak. Mana ilgari poytaxtda bo'lgan bo'lsa, mana men sizga yaqqol misollarda aytdim. Andijonda, Gulistonda, Toshkent shahrida ham mana Telegramda zararli ilovalar tarqatib 130 dan ortiq odamlarga 3 milliard so'mga yaqin pul mablag'larini o'g'rilik yo'li bilan yechib bo'lgan. Juda ko'p bo'lyapti-da bunaqangi holatlar. Shuning uchun haqiqatda bu qonunlarga o'zgartirish kiritib, demokratiyani, yengillikni, yaxshilikni tushunmas ekan, jinoyatga jazo muqarrar ekanligini parlament ta'minlab, demak bularga jazoni kuchaytirish vaqti keldi deb aytdilar. Haqiqatda mana endi parlamentda bu masala mana boshlandi. Tez kunlarda biz oxiriga yetkazilib, amaldagi jinoyat kodeksiga tegishli o'zgartirishlar kiritish masalalari hal qilinadi. Endi bunga menimcha xalqimiz o'zi ham qarshi bo'lmasa kerak. Qo'llab-quvvatlaydi. Ota-onalar o'zlari yordam so'rayapti. Men tanigan, bilganlarni mana fuqarolarni qabul qilamiz, o'zlari kelib aytayapti. Bolam shu bilan tushdi. Men ilgari yaxshi gapirgan edim, quloq solmagan edi. Yaxshi bo'lib ketar degandim, oxiri mana ko'chada o'rtoqlari bilan shuni iste'mol qilayotganda yoki oldi sotisida qo'lga tushdi. Shu chiqishga yordam bering. Men tushuntiryapti shularga. Endi sud hal qiladi. Sud hal qiladi. Sabab mana o'zingiz aytayapsiz, buni o'rganganiga 3 yil, 4 yil bo'ldi deyapsiz. Biz hozir buni chiqaring, boshqa deb topshiriq bera olmaymiz. Faqat va faqat sud hal qilgandan keyin siz tarbiyasi bilan to'g'ri shug'ullanishingiz kerak va jazoni o'tash joyida ham bu to'g'ri yo'lga turib tuzalish kerak. Ana o'shanda siz xabar olib maslahatlaringizni berishingiz kerak. Mana oqibati nimaga olib kelganligini aytishingiz kerak deb ota-onalarga ham tushuntiryapmiz bu ishlarni hozir. Endi Qutbiddin aka, bugun mamlakatimiz ichida bo'layotgan huquqbuzarlik, jinoyatchilik, to'g'rimi? Lekin achinarlisi bugun mamlakatimiz fuqarolari xorij davlatlarida ham xuddi shu turdagi jinoyatlarni sodir etyapti-da. Bugun O'zbekiston fuqarolari boshqa bir mamlakatlarda uyushgan jinoyatchilikni tashkil etyapti. Bu ham davlat rahbari tomonidan alohida bir tanqidga sabab bo'ldi, to'g'rimi? Birinchi navbatda shu uyushgan jinoyatchilik to'g'risida gapirdilar-ku. Bu o'ta xavfli uyushgan jinoyatchilik tomonidan sodir qilingan jinoyatlar. Siz to'g'ri aytdingiz. O'zimizni ichimizda bo'lgani bitta oilada bo'lgandek gap ichimizda qolib ketishi. Shu joyda qoladi-da baribir mamlakat. Bugun prezidentimizni olib borayotgan siyosatlari natijasida O'zbekistonni dunyo tanidi. Ilgari bundan 10 yil, 12 yil O'zbekiston desangiz Afg'oniston, Hindiston, Pokiston deb turar edi. Bilishmas edi. O'zbekistonni tanidi, shaxsan prezidentimizni olib borayotgan tinchliksevar siyosatlari natijasida tanidi. Butun dunyoga tanilgan O'zbekiston tomonidan, fuqarolar tomonidan qaysidir jinoyatlarda boshqa davlatlarda sodir qilinishi bu juda ayanchlik holat. Bunga yaqqol misol mana o'tgan yilning oxirida Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida ikkita jinoiy guruh tomonidan, ikkalasi ham O'zbekiston fuqarolari tomonidan yoqilg'i quyish shoxobchasida bittasi ikkinchisiga pichoq urdi, bittasi voqea joyida o'ldi, ikkinchisi komaga tushib, keyinchalik u ham hayotdan ko'z yumdi. Siz aytganingizdek buni dunyo bildi. Va O'zbekiston fuqarolari qilganligini hamma bildi. Mana yaqinda sudi bo'ldi. Ommaviy axborot vositalarida bu ma'lumotlar berildi. 8 nafariga umrbod qamoq jazosi berildi.
va bir nafariga 25 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi berildi. Bu albatta bizni sha'nimizga, O'zbekiston manfaatiga umuman yarashmagan va xunuk xabar. Lekin bunga yana nima keladi? Asosan tarbiya keladi. Prezidentimiz aytdilarki, nahotki mahallani fuqarolar yig'ini raisi, shu hududda profilaktika inspektori, shular shu yerda xalqning ichida yashab, ko'rib turib bilmagan bo'lsa, kim qayerda yuribdi va qaysi uyda mana hozir narkotiklarni tayyorlayotganligi, katta ko'chada hammani ko'zini oldida qilmayapti-ku. Qaysilar xonadonda qilyapti-ku, qayerga qarayapti? Shular yegan nonini halol qilib yeyaptimi? Bola chaqasiga halol maoshini olib kelyaptimi degan savol tug'iladi. Demak, o'zini vazifasiga yo sovuqqonlik bilan qarayapti yoki o'ta befarq bo'lish bilan birgalikda xizmat mansabini suiiste'mol qilib shularga e'tibor bermayapti. Boshqa gapirish iloji yo'q. O'zim ham yurist sifatida aytardimki, bular jinoyatga ba'zi vaqt sherik ham bo'lib qolishi mumkin. Chunki haqiqatda o'z vazifasini bajarmas natijasida ularga sharoit yaratib beryapti. Mana shular keyinchalik jinoyat sodir qilyapti. Yana prezidentimiz bitta narsaga e'tibor berdilarki, qarang, O'zbekistonda oxirgi mana shu 2016-yildan keyin 17-yildan boshlab bo'lgan o'zgarishlarni ko'r ham sezyapti-da, ko'r ham sezyapti ko'rmagani bilan. Ayniqsa sport sohasida O'zbekistonda jahon rekordlarini yangilagan sportchilarimiz bor. Bokschilarimiz bilan faxrlanyapmiz. Hatto mana sportchi sambochi qizimiz butun dunyoga O'zbekistonni tanitdi. Yaponiyadek rivojlangan sport turi bo'yicha o'zini milliy sportini ustidan bizi qizimiz judo bo'yicha mana g'alaba qozondi. Olimpiada chempioni bo'ldi. Lekin ba'zi bir sportchilarimiz shu bilan bir vaqtda katta maosh, yetarli imkoniyatlari olishga bo'lib turib, jinoiy guruhlarga qo'shilib ketayotganligini ta'kidladilar. Ana shu davlat hisobidan sport maktablarida o'qib, sport o'raklarida qatnashib, mahallalarda yaratib bergan sport maydonchalarida foydalanib, yetishib chiqqan qandaydir bir turi bo'yicha mukammal egallagan kuchli sportchilarimiz jinoyat olamiga qo'shilib ketyapti. Yana savol tug'iladi. Xo'p, mahalla qayerda edi? Mahalla faollari qayerda? Profilaktika inspektori qayerda? Ichki ishlar tizimidagi umuman holat qayerda? Kim qarayapti bunga? Demak, sharoitni o'zimiz yaratib beryapmiz. Birinchidan buni kuchli mutaxassis sportchi bo'lishga sharoit yaratib berdik. Keyin e'tiborsizligimiz natijasida buni jinoyatchi bo'lishiga ham biz sharoit yaratib beryapmiz. Shunday holatlarda demak, hammaga bir xilda yuridik baho berish kerak bo'ladi. Nafaqat jinoyatchilarga, shularga befarq qarab, sharoit yaratib berganlarga ham, mana shu narkotiklarni uyda tayyorlaganlarga, qalbaki pullar tayyorlash mana bo'lib ketdi. Mana Andijon viloyatini oladigan bo'lsak, mana o'zlarini ichki ishlar xodimlari deb tanishtirib, bir guruh borib bitta bolani ushlab, uni kripto valyutalari bor ekan 100 mingini olib, urib, so'kib, tepib olyapti-da, qo'liga mana xafa bo'lmagin, pulini to'laymiz deb 150 ming soxta dollar berib ketyapti. Bir vaqt o'zida ham u jinoyat, kuch qo'llash, ikkinchidan soxta pullarni unga beryapti. Ertaga muomalaga kirsa, bu davlatda iqtisodiyotga keltirilayotgan zarar ko'madi. Xo'p, o'sha jinoyatchilar ham qayerdadir yashayapti-ku O'zbekiston hududida. Qani yana profilaktika inspektori qayerga qarayapti? Umuman ichki ishlar idoralari, xodimlari, operativ xodimlar bor. Buni operativ xodimlarni hididan bilish kerak deydi, bo'layotgan jinoyatda deydi. Hididan bilish kerak. Yurish-turishidan, ko'rinishidan, o'zgarishidan bilish kerak deydi. Shunday operativ xodimlar bo'lgan, o'tib ketayotganda buni yonida nasha bor, sabab hozir chekkan hidi kelyapti, ushab haqiqatda shu holatlarni aniqlab, yonidan tekshirilganda ko'p miqdorda giyohvand moddalar chiqqan holatlar bor. Bu juda ko'p bo'lgan holat. Shuning uchun operativ ishda o'zini nihoyati fanat, shunga berilgan, yurakdan yonib kechasi kunduzi uyqu nimaligini bilmaydigan xodimlar kerak. Ana shundagina vatanga sadoqat bilan xizmat qila oladi. Hozirgilari esa mana shu aytganimizdek yuridik ma'lumoti bo'lmagani uchun, o'zlari tushunchasi bo'lmaganligi uchun mahalla fuqarolar yig'inlari va ularning faollari nomigagina ishlab, mana bugun berilayotgan katta maoshlarni olib yotganligi sabab bo'lyapti. Prezidentimiz shu kungi yig'ilishda shularni hammasini uyqudan uyg'otdilar. Uyquda edi, bularni uyg'otdilar. Endi yana ham ishlamasa,
Bularga faqat chora ko'rish kerak xolos. Nafaqat lavozimdan chetlatish, choralar ko'rib, bularda ham shular bilan bir qatorda jazolash masalasini ko'rish kerak bo'ladi. Mani fikrim shu. Jazo chorasini ko'rish, menimcha, davlat rahbari bugun o'sha ilgari surgan yig'ilish davomidagi fikrlari shu bilan bir qatorda bugun butun mamlakatimiz bilyapti, e'tiborda, diqqat markazida bo'layotgan bevosita Ichki ishlar vazirligini rahbariyat tizimidagi ikkita mulozimni xatti-harakatlariga nisbatan berilayotgan baho va aytilayotgan fikrlar ham. Bu ham ularga o'rnak bo'lishi kerak-da menimcha. Men o'zim ham shu ichki ishlar tizimida 34 yil xizmat qilganman. Oddiy kursantlikda mana Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari lavozimlarida ishlaganman. Bugun senatda qo'mita raisisiz. Senatda hozir qo'mita raisiman shu mudofaa xavfsizligi bo'yicha. Ichki ishlar tizimida xalqqa vafodor insonlar xizmat qilishi kerak. Shu o'zini sohasini mukammal biladigan, xalq uchun, vatan uchun jonini fido qilishga tayyor bo'lgan odamlar bo'lishi kerak. Bularni ichki ishlar tizimiga ishga qabul qilishda yoki o'qishga qabul qilishda kerakli tekshirishlar o'tkaziladi. Lekin ba'zi birlari g'araz niyatda kirgan bo'lib, keyinchalik o'zlarining fikrlarini amalga oshirish mumkin. Ba'zilari esa shu lavozimga o'tgandan keyin imkoniyatdan foydalanay deb qolishi mumkin. Prezidentimiz shu yerda aytib o'tdilarki, mana shu Ichki ishlar vazirini jamoat tartibi bo'yicha o'rinbosari ham jazoni ijro etish departamentini boshlig'i davlat mulkini juda ko'p miqdorda o'zlashtirganligini va bosar tusarini bilmasdan oyoqlari yerdan uzilib qolganligini aytdilar. Bularga nisbatan bugungi kunda ehtiyot chorasi qamoqqa olish qo'llanilib, tergov ishlari olib borilyapti. Shuning uchun tergov ishlari olib borilayotganligi uchun biz hali aniq yakuniy xulosaga ega bo'lmaganligimiz uchun boshqalarga aytardimki, faqat to'g'ri vatanga, xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish kerak. Va bularda tergov yakunlangandan keyin sud albatta tegishli hukmini yoki qarorini qabul qiladi. Ana shundagina xalqqa buni e'lon qilishimiz kerak. Lekin shamol bo'lmasa daraxtning uchi qimirlamaydi degan gap bor. To'g'ri. Tergov materiallari doim sir saqlanadi. Chunki tergov oshkora bo'ladigan bo'lsa, uni bilib bilmasdan har kim har xil baho berib, to'g'ri yoki noto'g'ri baho berishi mumkin. Shuning uchun buni endi sud hukmi yoki qarori chiqqandan keyin bu suhbatimizni davom ettirsak bo'ladi. Endi bugun hozir mana aytyapmiz, davlat puliga xiyonat qilish yoki bugun o'zini o'sha olayotgan maoshidan qoniqmaslik bu ichki ishlar idoralari tizimida ham ko'p bor uchrayapti-da. Bugun o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qolyapmiz, gap so'zlardan eshityapmiz, ularning oylik masalalari. Mana shu yig'ilishda ham prezidentimiz aytdilarki, ayniqsa Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlashga juda katta e'tibor berdilar. Sabab bironta investor keladigan bo'lsa, qaysidir davlatga keladigan bo'lsa, birinchi navbatda o'sha davlatdagi qonunlarni o'rganadi. Ikkinchidan tinchlikmi yo'qmi? Jinoyat olami, ko'cha deb aytiladi xalqda, bularda obro'yi bormi yo'qmi? Hukumatdan, ya'ni davlat siyosatidan tashqari kelayotgan investorlarga ta'sir o'tkaza oladimi yo'qmi? Shu holatlarda o'rganadi. Agar ularda ta'siri kuchli bo'lsa, hech qachon hech qaysi investor boshqa davlatga kelib o'zining mablag'ini tikmaydi. Shuning uchun birinchi navbatda jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilikka qarshi kurash bu birinchi navbatdagi bizning vazifamiz dedilar. Shu munosabat bilan jamoat tartibini saqlash xizmati sohasida departamentda xizmat qiladiganlarni xodimlarni 3 smenada ishlashiga o'sha yig'ilish kundan boshlab topshiriq berdilar. 3 smenda kechasi uxlamasdan bitta movuni, ichki ishlar bo'limlarini, boshqarmalarini boshlig'ining movunlari kechasi shularni aylanib chiqib prokurorlar bilan birgalikda prokurorda ham bitta movunini mas'ul qilib qo'ydilar. Shu ishlarni tashkil qilish, bitta sudya ham shu yerda kechasi qoladi dedilar. Choralarni har qanday holat bo'ladigan bo'lsa, vaqtida hal qilish kerakligini. Tungi xizmat olib borgan xodimlarning har bir soat vaqti uchun qo'shimcha ravishda bazaviy hisoblash miqdorining 5% miqdorida haq to'lanishi ko'rsatib o'tildi. Va mana shu gaplardan keyin bugun ichki ishlar tizimida ishlash, xizmat qilish juda o'ta sharafli vazifa deb hisoblayman. Endi albatta biz o'zimiz ham ishlagan vaqtimizda oylab dam olmagan kunlarimiz bo'lgan. Shuning uchun ham
xalqqa, vatanga sadoqat bilan xizmat qilish kerak deganimizda, demak zarurmi inson shu tizimga o'zi rozi bo'lib kirgandan keyin, ariza berib kirgandan keyin xizmat qilish kerak. Albatta rahbarlar unga oyda yakshanba kunlari imkon darajasida dam olishga ruxsat, sharoit yaratib berishlari majbur albatta. Chunki farzandlari bor, maktabga, bog'chaga boradi, ularda kiyim-kechagi bor, ularga dori-darmon olishi bor. Shuning uchun ham ichki ishlar tizimidagi xizmatni normalanmagan, nenormirованный рабочий день aytishadi. O'zingiz ham aytib o'tdingiz, ko'p yillar davomida bevosita ichki ishlar organlari tizimida, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tizimida faoliyat olib borgansiz-da. Lekin o'sha paytda sharoit ham bo'lmaganda, ochig'ini aytishimiz kerak. O'sha kun yaqindagina bir necha yillar davomida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri bo'lgan inson Zokirjon Almatov ham o'z so'zlarida aytib o'tdilarki, O'zbekiston 24 telekanaliga berilgan intervyularda, hattoki o'sha navbatchilik avtomashinalarini davlat tashkilotlaridan olib turardik, deb to'g'rimi? U vaqtlarda mana shu 70-yillardan boshlab turib texnika nihoyatda muammo edi. Agarda navbatchilik qismida ikkita mashina bo'ladigan bo'lsa, bu juda katta imkoniyat degan gap edi. Bitta eski UAZ mashina bo'lar edi. Ana shu bilasiz, UAZ katta og'ir mashina, sekin yuradi, juda ko'p yoqilg'i iste'mol qiladi. Shu bilan yetib borguncha 1 soat, yarim soat va undan ko'proq vaqtlar o'tardi shaharda o'zida. Agarda tumanni markaziga bironta qishloqdan, chekara joydan xabar keladigan bo'lsa, jinoyat to'g'risida borguncha 2 soat va undan ko'proq vaqtlar o'tardi. 1980-yillarda kelgandan keyin mana ichki ishlar tizimiga mototsikllar berish boshlandi. Bu ham hammaga emas, bo'lim boshliqlariga beriladigan bo'ldi. Mana shu bu juda katta, hozirgi eng zamonaviy mashinadan ko'ra ko'proq xursandchilikka olib kelardi. Mana palon bo'limda xodimiga, mana boshlig'iga mototsikl berdi degan gap bo'lardi. Ural mototsikllar bo'lar edi. Shundan foydalanilardi. Yo'lkasida birontasini ushlansa, orqada yana bitta xodim o'tirib, uni yelkasidan ushlab olib kelinardi ichki ishlar idoralariga. Bugungi kunda esa mana eng zamonaviy texnikalar, juda masalan voqea joyiga chiqadigan bo'lsangiz, to'la ichida zamonaviy texnika bilan qo'llanilgan avtomobillar, masalan barmoq izlarini olish bo'ladigan bo'lsa, hozir juda tez olinyapti. Ilgari bu unda parashok bor yo cho'tkasi yo'q, katta muammo edi. Oyoq izlari olinadigan bo'lsa, mana gipslarni istab yurardik. Bugungi kunda hamma narsalar texnikaning yordamida bo'lyapti. U vaqtda kelgan ekspertlar faqatgina viloyat markazlarida bo'lar edi. To'g'ri. Kinolarda ko'rganmiz-ku. Poytaxtdan kelish kerak, markazdan kelish kerak. Rasmini olish uchun ham ekspert kriminalistdan bir hafta kutardik. Agarda plyonkasi vaqtida bo'lgan bo'lsa, plyonkasi kuyib qoldi desa, jinoyat ishiga menga dalilki bu, nima qilasan deb borib, haqiqatda kuygan plyonkasini topib olib protokol yozib, jinoyat ishiga tishga to'g'ri kelardi, yo'qolgani to'g'risida. Bugun bular hammasi afsonaga o'xshab qoldi-ku. Voqea joyiga avtomatik ravishda chiqib, hammasini videoga olib turib, keyinchalik sxemalarini tuzib, shu yerda ekspertlar ishtirokida hamma narsa operativ tezlik bilan qilinyapti va jinoyatlarni mana maksimal darajada ochishga erishilyapti. Buning uchun eng katta bugungi kunda mana shu prezidentimizni boshchiligida mablag'larni yetarli darajada ajratib, zamonaviy texnikalarni xarid qilib O'zbekistonda ta'minlaganliklari bo'lyapti. Buning uchun mana ichki ishlar idoralarini operativ tergov xodimlari bilan suhbatda bo'laman, rahbarlari bilan ham, ular hammasi faqat va faqat prezidentimizga o'zlarini minnatdorchiliklarini bildirishmoqda. Va mana shu natijadorligini ko'rsatish kerak-da endi bular. Albatta. Endi prokuratura organi xodimlari ham, ichki ishlar organlari xodimlari. Shunchalik bo'lgandan keyin prokuratura bilan va boshqa huquqni muhofaza qilish organlari, bu Milliy gvardiya deymiz, tamojnya deymiz, hatto mana sudlar ham vaqtida jinoyatlarni ko'rib, hal qilib berib tursa, bu jinoyatchilikni oldini olingan bo'ladi. Qanchalik jazoni tezda ko'rilib, muqarrarligi ta'minlansa, bu kelajakda bo'ladigan jinoyatni oldini oladi. Mana hozir aytdim-ku, tezda jazoni o'tab chiqib, yana qaytadan jazo qilayotganligi uchun mana endi qonunda o'zgartirishlar kiritiladigan bo'lsa, bularga uzoqroq muddatga jazo berish qo'llaniladi qonunda ko'zda tutilgandan keyin va bular ham, ularni yaqinlari ham bularni tarbiyasiga, keyinchalik yurish turishiga nazoratni kuchaytirishadi. Bu albatta
yurtimizda, vatanimizda tinchligimizni ta'minlashga o'zini xizmatini qo'shadi. Rahmat kattakon Qutbiddin aka. Albatta bejiz bugun mamlakatimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash, xavfsiz shahar muhitini shakllantirish, mahallalarni tinchligini, aholini tinchligini ta'minlash masalalariga e'tibor qaratilmayapti. Chunki bu birinchi navbatda siz bilan bizni, ya'ni insonni bir qadri borda, bu tushunchalarning zamirida. Shu bilan bir qatorda o'sha iqtisodiyotimiz rivojlanayotgan paytda O'zbekistonga bugun o'sha investorlar deymizmi, dunyo davlatlari deymizmi, gigant bir korxonalar deymizmi, o'zi bir yaxshi bir ko'z bilan qarayotgan bir paytda albatta bizga xavfsizlik, tinchlik, totuvlik va barqaror muhit hammasidan ham zarur. Chunki biz rivojlanayotgan davlatmiz. Biz hali oldimizda qiladigan ishlarimiz ko'p. Boshqa bir davlatlar bilan hamkor, davlatlar bilan birgalikda qo'shma amalga oshirishimiz kerak bo'lgan loyihalarimiz ko'p. Buning uchun bizga albatta yana tinchligimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda. Rahmat tashrifingiz uchun, fikrlar uchun. Salomat bo'ling. Rahmat.